Hammaga salom. Uzoq tanaffusdan so'ng sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman do'stlar. Bugungi mavzuyimiz Erkabo'van To'xtar va Abi Abdumalik, ya'ni Gold takasi to'g'risida bo'ladi. O'zingizlar bilasizlar, Erkabo'van bilan Goldni jangi bo'lishi kerak edi, lekin afsuski bu ikkalasining jangi bo'lmaydi. O'rniga yaqinda Abdumalik Abi va Erkabo'vanning jangi bo'lishi kutilmoqda. Tez orada bu ikkalasining jangi bo'ladi. O'zingizlar bu ikkita boyatni yaxshi bilasizlar do'stlar. Agar bu ikkalasi Abdumalik va Erkabo'van To'xtar jang qilsa, qaysi biri g'alaba qozonadi? Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Erkabo'van menimcha stoykada barbasi ham qo'l-oyoq ancha oldingidan ancha xavfliroq. Abdumalik ham yaxshi jangchi. Bu ikkalasi jang qilsa, qaysi biri g'alaba qozonadi do'stlar? Nima deb o'ylaysizlar? Va yaqinda bo'ladigan bu ikkalasining jangi yaqinda bo'ladi. Va sizlar kimga balet qilasizlar? O'zingizlarning fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammaga xayr. Ko'rishguncha sog' bo'linglar.